Elib qal güzel Nur. Senin muş güzel çırayın demisem, mening arkamda yuguraydigan qizlar samandek jumamasang deb qo'yay. Qo'li itibdi oppoq qilib. Yo'q apa, men ishamayman. Güzel Nur herkes bunda qilmaydi apa. Bundaq kunga qog'ichib o'libdi kessam bo'lmamdi. Bu mumkinmi apa? Xo'p bo'ldi. Toza xo'p bo'ldi. Bu qalandaning qizi. Men o paskinini oshni o'ynaganga to'yg'izmaydigan bo'lsam, Odil degan ismini yutib ketma. Men maktabda o'qimasam mayli jinim oppa. Men nahiyaga berib oshxonada qochib pul topsam bo'ladi oppa. Sen yo'shirol oshni o'ynagan bo'lsang, men sana ko'zingga ko'z tutib o'ynayman, qarab tur. Meni o uyga amdi bağım yo'q jinim oppa. Aytda qanjoq. Sen Merdan degan o oshni yaxshi ko'ramsan yoki menimi? Gap qilalanibdi. Doktor, ayolimni qutqizinglar. Qizim qandoq bu holga tushib qoldi? Bakli cho'ngida qildi. Oshni o'ynadi, oshna. Sen aman qilgan tarbiyam, meni yo'qtirgan yomon izzatlaringdan men mushkul qoldim. Javobgar yalab elib kirsin. Bu hayvon iflos. Birinci qism. Merdan Farhodning o'zini izlab kelib degan barcha gaplarni anglab, garchi Güzel Nurdan xotirjam bo'lamizmi? Chidimizmi? Uning eridan tayoq yemay, xotirjam turmush kechirishi uchun Urumchiga ketishni qaror qildi. Merdan eng oxirgi qidim Güzel Nurni yiroqdan bo'lsa-mu, bir qidim ko'rib olish uchun uning eshik oldidan o'tib ketayotgan qiyofatga kirib olib, onun darvozasi oldidan u yoq bu yoqqa o'tib. Xonzoda xonimning tam qo'shnisi bo'lgan gap topqoq Suxanchi Pashaxonning qizi Güher kelib darvozani qoqdi. Pashaxon yugurib chiqib darvozani echishi, darvoza oldidan o'tib ketayotgan Mardonni ko'rib qoldi. "Opa, nimaga qarayapsan?" so'rdi Güher, opasining o'tib ketayotgan biriga hanviqib qarab qolganini ko'rib. "Qara qizim, Avu ketayotgan yigit dal heliqi kuni Mav Güzel degan qonchuq bilan ko'rishgan yigit shu." "Nima? Rost shuma?" "Jazmlashtira olamsan, opa?" "Albatta qizim. Men u kuni bu yigitni aniq ko'rgan. Bo'libmi uning avu qop-qora budra sochlari bekli esimda qolgan qizim. Dal o'zi shu." "Ha, undaq bo'lsa yaxshi, opa. Sen kirib ishingni qilayvergin. Men u yigit bilan paranglashib, ondan kirman." "Ma'qul qizim. Lekin diqqat qil juma. Chandirib qo'ymagin yana." "Voy, xotirjam bo'g'ina opa. Men degan kim? Men degan Güher opa." Güher shundoq degunicha opasiga qarab, bir ko'zini qisib qo'ydi-da, asta Merdanning orqasidan mangdi. Güher Merdanning orqasidan ketib o'tib, shundoq bir plan tuzdi-ki, bu plandan o'zim xush bo'lib ketdi. Qaysi kuni Odilning Güzel Nurni urib, uyga boshqa bir to'lgijinni boshlab kelib, qilgan hamma ishini Pashaxon Xonzoda xonimning og'zidan anglab, yiqitmay timitmay akirib qiziq degan edi. "Hay, to'xtab turing ha." Merdan keyindilla chiqqan bu ovozdan cho'chib keyniga qaradi. "Men Güzel Nurning do'sti", dedi Güher. Bu gapni anglab Merdan Güherga ajablanib qarab turadi. "Xato tushunib qolmang, men uning qo'shnisi ham uning sirdosh do'sti. Qaysi kuni u siz bilan ko'rishib qoptikan, uni xato tushunib qilib, bekli qattiq uribdi. Hozir uning yuzlari ko'k, to'nigin kirsam, bekli yig'lab ketdi-da. Sizning gapingizni endi qilib turadi. Qinonisi degan xotin kirib qilib, diyamay qoldi. Ismingizni dapagan, unutib qoptiman", dedi Güher hayonlik bilan. "Ha, ismim Merdan. Güzel Nurning 11 yillik savotishi. Ham Merdan kepining oxirini yutibdi. "Davering Merdan. Garchi sizlarning ishinglarga yordam qilolmasam-mu, tasalli bo'la olayman", dedi Güher.
Merdan bu qo'y terisiga o'rnib olgan bo'rining go'zal nur bilan ikkisiga ko'tarolmas to'hmat ilib kelib, go'zal nurning meyib bo'lishiga sababchi bo'lishini nima bilsin? Yuring, bir ayaga berib o'ldirib parangshayli. Merdan shundoq deb oldida minib ketdi. Go'harmi Merdonga yatigidan qarab, mansitmagan holda kulib qo'yib, uning keynidan agashdi. Ular muhiti yaxshi bir oshxonaning eng chetidagi xoliroq jo'ziga kelib o'tirdi. Tamoqdan keyin Merdon oldidagi shundoq muloyim, mehribon qiyofatga kirib olib, g'arb sayohat filmidagi Sonwo Kung'danmi tez o'zgara oladigan bu qizga go'zal nur bilan ikkisining hamma ishlarini aytib berdi. Ko'nglingizni yerim qilmang Merdon. Ayting, endi siz qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Men ata Urumchiga ketmay Go'har. Go'zal nurmo mendan kechib boshqa biri bilan to'y qilib bo'lgan ekan. Men o'qishim davom ettirib, o'z kelgusimni yaratmasam bo'lmaydi. Nima? Ketma? Undaqda go'zal nurni oshu Odil degan zo'migarning qo'liga tashlab qo'yib ketamsiz? Amal yo'q Go'har. Bugun u ukisidan meni amda qat'iy izlab kelmasin deb gap aytibdi. Men kelsam, u yerdan tayoq yemay, yer bilan yaxshi o'tib baxtli bo'ladigan ish bo'lsa, men ketishga, hatto bu joyga menga oyoq bosmasam men rozi. Ha, bo'pti amsa. Menga aloqalash nomeringizni qoldirib qo'ygan bo'lsangiz. Merdon, men bir o'zgarish bo'lib qolsa, sizga xabar qilaman. Merdon tog'zi olimning uy telefon nomerini yozib berib, qo'shilishib yo'lga ravon bo'ldi. Go'har uyiga kirib, opasiga bo'lgan ishning hammasini aytdi. Podshohon avvalqidinmi bekra xo'shal bo'lib ketdi. Chunki bu ishni Xonzoda xonimga desa, go'zal nurni texmi qiynab, bu uydan qo'g'lab chiqarish planini tuzab ulgurdi. Go'zal bahor fasli ketib, qahraton qish faslimi oyoqda shay deb qolgan edi. Merdon ketgilimi necha oylar bo'lgan bo'lib, bu mezgilda go'zal nur qiynonisi Xonzoda xonimning zulmlarini hisobga olmaganda eri Odil bilan xili yomon emas o'tib. Atiyaz fasli yetib kelib, illiq quyosh nurini har yon chechib, odamga rohatlik tuyg'usi beradi. Odil atdigan turiblar kiyimlarini qirlab kiyib, chochlarini ratlik tarab, attir degani toza chechib, xo'shal holda chiqib ketdi. Odilning chiqib ketganini ko'rgan Xonzoda xonim go'zal nurning qishiga kirib, uning Odilning chopini tutquncha xiyolga patqinini ko'rib, qattiq ochchig'i keldi-da, zaharni chashdi. "Uy, xinim, nim bo'ldi o'zlariga? Yiliq oshlilarni o'ylab qolgan o'xshamamdilar?" "Ha, opa, men shu kechidan uydagilar tushimga kirib qopti ekan. Dadamdan sal ansirab qoldim. Shunga." "Ha, yana uylariga bog'lari kelib ketibdi-da. Unda oson ish yo'q. Bugun-chi, xinim, kir yuyimiz, kir. Mav uylarning pardalari qishdan beri yuyilmay mehnat bo'lib ketibdi. Bu yosining qalandar uying emas. Eski kiygizingni tomga tortibla o'ltirdigan. O'sh, qo'ba xinim. Ko'zingni yundisini iqitmay, kirlarni achiqib qo'ydim. Ishni boshlasang bo'ladi. Bu yerda yig'lab o'ltirganing bilan kirlar yuyilib qolmaydi. Bugun kechlik tomoqchi yuvib bo'lolmasang, mendan yaxshilik ko'rmaysan. U izzatini bilmaydigan." Xonzoda xonim shundoq degenicha qoshlarini uchirib, demiqini qiqib qo'yib chiqib ketdi. Go'zal nurning uyiga shundoq berib kelgisi bo'lsa-mu, bu Azazul qiynonisining gapiga qarshi chiqa olsinmi? Go'zal nur hoyliga chiqib, hoylining o'ttiridagi kirlarni ko'rib, birdan turib qoldi. Chunki bu kirlar bekli chiqdi. Go'zal nur tarlab pishib, beshini ko'tarmasdan kir yuyib Xonzoda xonim qo'lidagi gazirni chaqqanicha go'zal nurning yug'an kirlarini tekshirishga boshladi. "Ay, ishga dasturxon pokiz chiqmabdi. Opang sen mushundoq kir yuyishni o'rgatganmi? Sen qaysi bir ishni odamning ko'ngliga yoqqidek qila olaysan? Av chiroyingga tushliq ish qilsang bo'lmamdi deyman-a?" "Voy sho'rim qursin, voy sho'rim qursin. Siz sendek bir nim bilan guldek o'g'limning o'tadigan umring." "Canım opa, xafa bo'lma. Men qaytadan yuyay.
bugün taza micazim yok apa. Bişim qiyip, put qo'limda faqatli jon yo'q. Voy, nimandaq aqilliq sen ha? İşini ko'rsang og'rib qoladigan. Oshnaң bilan ko'rishib kel desam, hozirning o'zida oy paridek yosinib mangsan haqiqatan. Jinim apa undaq emas. Men sizga rostavotdiman. Mening faqatli mijozim yo'q. Sizmi ayol kishiga apa? Menga ichingiz og'irsin jinim apa. Uy, tixinam. Mena bir sang ichim og'rimay, seni qo'shqi qitib, so'ramga sog'inim yo'q-ku. Av boshqalarning kunda etizga chiqib, eri bilan tang ishlab, uyga kirib, yana nechijon odamning qo'sig'iga tamoq etib, 3 kunda bir tundirni yiqib, bir bolani quchig'ida, bir bolani qo'sig'ida ko'tirib yurgan kelinlarmi senga o'xshash kelin? Men senga deb qo'yay. Sening nima kam bu uyda? Ya bizning teriydigan yerimiz yo'q. Ya boqadigan qo'y kolimiz yo'q. Oy nimanda qo'rinsan ey? Ya bizning degan yerimizdan chiqolmaysan. Ya bir eringni xo'sh qilolmaysan. Hey, naring bir xotin sena. Sening o azaldan niyating dursa emas zodi. Yo'q apa, undaq dema. Men bu uyga kelin bo'lib kirgandan buyon niyatimni bir qitimni buzib boqqanim yo'q apa. Ha, mundaqda. Amsi sen bu uyga kelin bo'lib kirgili 1 yil bo'ldi. Hech bir qo'saq ko'taray demaysan-ku. O'g'limni nom nishonsiz o'lsin demaydigan sen ha? Apa, men bu voy bo'ldi. Tilingni chaynamay. Kirangni jiya. Qiynataq bilan erim keldiganga oz qoldi. Tomoq ichish bor texi. Xonzoda xonim shundoq degunicha uyga kirib ketdi. Go'zalning bugun rostli mijozi yo'q bo'lib, besh qiyib, to'xtamay ko'ngli ilishib turadi. Kechlik tomoq vaqtida Go'zalnurning chiroyi tatirib, qon didori qolmagan, holsiz abdini ko'rgan qiynatisi Qodirboy kuyinigan holda so'radi. Qizim, nim bo'ldi sizga? Chiroyingiz tatirib ketibdi-ku. Mijozingiz yo'qmi nima? Yo'q dada, sal beshim og'rib turdi shu. Ha. Ondaq bo'lsa chiqib aram eling qizim. Bu qochqishlarni opangiz yig'ishtirib olsin. Unda qilsa qandoq bo'ladi dada? Ishni bo'lmaydi qizim, chiqavering. Bu qanchalik ishdi? Shundoqmi onasi? Xonzoda xonimning erining gapiga bekli ochiq kelgan bo'lsa-mu, o'g'li Odilning oldida yaxshiroq bo'lish uchun. Ha, shundoq. Men yuyib yetaman. Chiqavering, dedi. Go'zalnur kechicha o't kabi qizib, so'ning ichida yotgandek terlab yotdi. Tong otarga yaqin bir tush ko'rdi. Tushida Mardan bilan ko'rishdi. Go'zalnurning yuzlari ko'p ko'kargan bo'lib, Mardonga qarab turadi. Mardan Go'zalnurning ko'kargan yuzlarini silab turib, Go'zalnur, Odil degan u hayvon yana sizni urdimi? Men bugun o ishbosni o'ltirib yetaman. Mardan shundoq deb vaqirg'inicha kamirga esib olgan bir pichoqni qo'liga oldi. Pichoq kun nurida yalt-yult qilib odamning ko'zlarini chaqib yotdi. Go'zalnur qo'rqqanidan Mardonga esib yolvorib vaqirdi. "Jinim Mardan, o'tinib qolay. Undaq qilma. Uni o'ltirma. Jinim Mardan. Chong'ida tekkan testakdan Go'zalnur cho'chib ko'zini ochdi. Eri Odil oldida chiroyida muz yog'dirib, mushlarini tukkinicha Go'zalnurga mixdek qodilib turibdi. "O baskina. Men texsini o ablaqni unutib ketdi. Hozir meni yaxshi ko'rdi deb o'z-o'zimni aldab ketdimi? To'y qilib 1 yildan beri meni bir erin qatardimi ko'maysa? Ajab tushunda oshnamni Mardanjinim deb ketibsan-a?" Odil shundoq deginicha Go'zalnurning chochlaridan qamallab tortib o'rnidan turg'izdi. "Ayta qanjoq, sen Mardan degan o oshnani yaxshi ko'ramsan yoki menimi? Gap qilalanti." Odil shundoq deginicha Go'zalnurning ikki bilikidan tutib kuchab silkidi. Go'zalnur gup qilib Odilning oldiga yiqildi. Go'zalnur. Odil ostag'ida ikki barmoqini Go'zalnurning burniga bosdi. Go'zalnurda tiniqmi yo'q edi. "Jinim Go'zalnur,
Sizga nima bo'ldi xotin? Meni bunda qo'rqitmang. Adil shundoq degenicha Go'zal Nurni ko'tarib chiqib, mashinaga soldi-da, doktorxonaga qarab yurib ketdi. Doktor, ayolimni qutqizinglar. Alaqzada bo'lib vaqirab kirgan Adilni ko'rgan bir qancha doktor sestralar Go'zal Nurni chaqli qaruqqa yotqizib, jiddiy qutqizish uyiga ilib kirib ketdi. Aradan 2 soatdan ko'proq vaqt o'tganda jiddiy qutqizish uyidan bir doktor chiqib keldi-da, Adilga g'azablik qarab: "Hay, sizmi erkishmi? Ha? Teni shuncha ojiz bir ayolni qarab turib urdingizmi? Uni urib bir jonga zamin bo'ldingiz mana. Qaraganda u bola sizdek bir dadisi bo'lishni xohlamagan o'xshaydi." Nima? Bola? Nima bola u? Ayna demadimmi? Siz dada bo'lishqila emas, er bo'lishqa loyiq emas ekansiz. Texi ayolingizning homildor ekanligini bilmaydi ekansiz. Undaqda men sizga deb qo'yay. Ayolingiz homildor bo'lg'ili 2 oy bo'lgan. Sizdan uni urishingiz bilan bu buvoq yo'q bo'ldi. Bola tushib ketdi. Bichora ayolingizning teni bekli ojizlab ketibdi. Quvvat yo'q. Uningga kuyinmisingizmi, uni urmisingiz bo'lmamdi. Bu azap shu ayolingizga bo'ladigan bo'ldi-da. Doktor shundoq degenicha beshini chayqab 12 qism. Adil asta Go'zal Nurning qishig'i kirib, uning hushsiz yotgan holatiga qarab, ichi serilgandek bo'ldi. U asta koridorga chiqib, uyga telefon qilib, bo'lgan ishni qisqacha degandan keyin ozroq sho'rpa silib kelishini tablab, telefonni qo'ydi. Xonzoda xonim bilan Qodirboy sho'rpini elib kelganda, Go'zal Nur yengidan hushiga kelgan bo'lib, nursiz ko'zlarini to'rg'i tikkinicha yotdi. Go'zal Nur qiynanisi ilib kirgan sho'rpini ozroq ichib bo'ldi qildi. Xonzoda xonim o'g'li Odilni ko'zi bilan sirtqa chiqishga ishora qildi. Ular sirtqa chiqib, xolirak yerga kelganda, Xonzoda xonim eg'iz echib mundaq dedi: "O'g'lim, uningga nima ish bo'pti? Uni urdingmi?" Adil bo'lgan ishni opasiga bir so'zlab berdi. U pishingni yeydigan juvoynimak. Burundimi niyati durust emas bu bir nimaning. Bir obdan 2 oylik bo'lgan bolani yana shu oshinisi uchun yo'q qildi. Bo'ldi opa, bo'ldi qil. Gunoh mendim ba. Har qancha ochiqim kelsimi, uni urmasam bo'pti-ki. Bolamning bishig'i chiqdim opa. Voy, u oshinisining ismini chaqirmasa, sen uni uratdingmi bilan? Qandaq er kishi o'z ayolining yanida yetib turib, boshqa bir er kishini tushida ko'rib, o'ngida chaqirishiga yo'l qo'ydi. Sendan boshqasi bo'lgan bo'lsa, onli burun uning tilini uzib olgan bo'ladi bilan. Go'zal Nur doktorxonada bir hafta yotgandan keyin doktorxonadan chiqib uyga yenib keldi. Uyga yenib kelib 3 kun bo'lgan bir kuni eri bilan o'g'li sirtqa chiqib ketganda, Xonzoda xonim yana Go'zal Nurga til soldi. Bu niyati buzuq olvasdi. Sening naring bir ayolga o'xshaydi, ha? Qarab turib bir bolaning jiniga zamin bo'ldim. Opa, men qasddan qilmadim. Shu Adil meni urganda o'shimdan ketibdiman. Shunga nima? Adil meni urganda deb qo'y. Adil seni bekaqli urdimi? Sen oshnangning ismini chaqirmagan bo'lsang, uni qo'li qitishib deganman seni urdiganga. Go'zal Nur qiynonisining bu til haqoratdagi tishini tishlab, bir eg'iz gap yondirmay, beshini tuvan soldi. Xonzoda xonim uningga bir hoza toptana qilgandan keyin chiqib ketdi. Xonzoda xonim hujrasiga chiqib, o'g'li Odilning 2 oy avvalgi ishkirga kirib ketgan ishini o'ylab, yana ko'ngliga bir shumliqni tuydi. Kechda o'g'li qaytib kelganda, hujrasiga chaqirtib yana o'tirg'izib, "O'g'lim, men o'ylab baxsam, xudnoning qo'sig'idagi bola sening bolang emasdek turdi bolam. O'ylab baqa, o'g'lim. Sen 2 oy ilgari ishkirga kirib ketib, 15 kundak bo'lganda qaytib kelgan tursan, onun ustiga u qo'sig'ida boliqnimi sen aytmabdi. Bir qo'rqinchi bo'lmasa, sendan homildor bo'lganligini yushiratdimi bola?" Rost aytsa opa. Men uningga
Nemişqa homildor ekanligingizni menga demaysiz desam, gap qilmay jimmi deyapsa. Men tex azoblanayotgan o'xshaydi debdimi? Lekin opa, Go'zalnur o shunday qilami? Voy balam, nimandaq dötsən ha? Pox yeyishdan qalamdı balam. Sen ishkirga ketgan kunlarda o opasining uyiga bir necha qitim borgan. Yana sey ko'kdat ekirgili do'konga chiqib ketib, xeyli uzunda kirgan balam. Mundaq degan. Tushundim opa. Men uni cho'qim ixro qilg'izman. Hey, lekin balam, uni bek urmag'in juma, uylikini sotmasin, u chuvoynimak. Bildim opa. Sen xotirjam bo'l. Adil shundoq deginicha chiqib o'zining uyiga kirdi. Go'zalnur yotqonga chingmida o'rnib, tatli uxlatdi. Birining yeniga kelib o'tirganini sezgan Go'zalnur asta ko'zini ochib Adilga qaradi. Men sendan bir savol so'rayman, Go'zalnur. Mening bir yildan beri seni shuncha yaxshi ko'rib kelganimning yuzini qilib bo'lsa-mo, menga rost gap qil. Bulamdi. Go'zalnur qang'irgan holda asta beshini langshitdi. Ayta. Bu qitim tushib ketgan qo'sqonki bola kimning? Bu savoldan badallariga tikan sanchilgandek titrab ketdi Go'zalnur. Nim davatsiz Adil. Meni nima deysangiz mayli, lekin o'z pushtingizdan bo'lgan bolanimi shundoq demsiz? Buning sizning yuragingiz chididimi Adil? Bo'ldi bas Go'zalnur. Bu sening balang dema. Doktor balani 2 oylik bo'pti ekan deydi. Buni doktor sen ho'shing kelganda sangami dedi. Lekin o'ylab baxtimi Go'zalnur? Men 2 oyning oldida ishga kirib ketib, 15 kunda qaytib kelgan. Ha qancha bo'lsa-mo, men ishga turib topmagandim o balni. Yana kelib, sen homildor bo'lg'ida 2 oy bo'lgan turib, menga demapsan. Qo'sqonning og'riqi bo'lmasa, buni menda yo'chirib nima qilatding? Nimalarni deydigansiz Adil? Men hargiz buzuq ayol emas. U bola rostla sizning bolangiz. Sizga demaginim bo'lsa, menmi homildor bo'lganimni bilmagan. Shu kuni opam meni kiriyong dedi. Lekin mening beshim qiyib, ko'nglim ilishib, putqulimda faqatli mog'dur bo'lmag'ashqa, opamga mijozim yo'q desam, u ishonmadi. Menmi yuyib tugitib o'tay deb toza yuyitibdiman. Kash bo'lgancha belim bilan qursuqim pek og'rib, kecha uxlayolmay, tong otarga yaqin uxlab qoldiman. Shuning bilan qora besib, lekin menga ishni Adil oldingi qitim uning bilan yo'lda ko'rishib qolgancha, uning soyasini ko'rib boqmadim. Bo'ldi. Yolg'on so'zlama Go'zalnur. Men kichik bola emas. Meni undan olmaysan. Yana opamga mijozim yo'q desam ishonmadi deb opamni qarlayapsa. O kuni birdam kirib-la, opamni silkishlab kirib ketib uxlabsa. Kechki tomoq pishqanda chiqib, tomoqni yeb, tomoqni sen aytgan qiyofatga kiribapsa. Sen shuncha qilg'udak opam senga nima yomonlik qildi? Yolg'on. Buning hammasi yolg'on. Men bu uyga kelgan 1 yildan buyon opangizning men qilganlari ozmi Adil? Opangizning oldida mening ota-onamning nomrat bo'lib qolganligi kechirgisiz xatolik. Bo'ldi bas. Chang'ida tekkan tasdak bilan Go'zalnur o'rniga yetib qoldi. Adil chiqib ketdi. At deganda Adil sirtqa chiqib ketganda Go'zalnur asta o'rnidan turdi-da, opasining uyiga berish uchun o'ylidan chiqdi. Ishqa mangan Güher Go'zalnurning uyidan chiqqanini ko'rib, uning yetishib olib, yiligarlarcha uninga ich og'ritgan qiyofatda. "Voy Go'zalnur, yuzingiz ishib ko'kirib ketibdi-ku. Bir ish bo'lmaganda?" Adil urg'an o'xshamamdi. Shu zamon Go'zalnurning ko'ziga lippida yosh keldi. "Yaqay, shu oqshom tiyilib ketib yiqilib tushdim." "Ha, ovaylisingiz bo'lmasmidi? Oydek yuzingiz ko'kirib ketibdi. Nega mangan edingiz?" "Opamnikiga berib kelay deb mangan edim. Bormag'ilimi 2 oy bo'pti." "Ha, men bu ishqa mangan. Amsa sizmi menga bering. Kechdi ko'rishayli, ha?" "Ma'qul amsa." Go'zalnurning yuziga ko'kni ko'ygan opasi Fatimga turolmay qoldi. "Nim bo'ldi qizim? Yuzimga nim bo'ldi? Odiljon bolam urdimi?" Opasining ashu erni yana Odiljon bolam deb shuncha hurmatlab, eg'izga bir og'inidan ichi ochiq bo'lgan Go'zalnur pong'ida yig'layapti. "Nim bo'ldi bolam? Nimishqa yig'laysa?" Go'zalnur hur yig'lab turib, to'y qilgan 1 yildan buyonqi ko'rgan kunlarning birini qo'ymay opasiga aytdi.
Bu odam emaslar. Odamni shundoqmi bo'zaq qilamdi deyman. Podamxonning qiziga agishib yig'ladi. Endi u uyga bormayman, oppa. Men ot eshakning o'rnida dadam ikkinlarning xizmatini qilay jinim, oppa. Endi meni u uyga ketkizmang jinim, oppa. Siz azizlab cho'ng qilgan qizingizni boshqalar kunda haqoratlaydi. Kunda tillaydi. Men chidayolmadim jinim, oppa. Til haqoratligi chidayolmadim. Bechora qizning nolisi ko'rganligi odamning ichini etishtirmay qolmaydi. Podamxon qizning ko'kargan yuziga, yig'idan qizargan ko'zlariga qarab, hechnim deyolmay, "Bo'pti qizim. Sen ichidagi uyga kirib aramal. Men sana o'xshitib tomoq etib beray. Bu ishni kechda dadam kelganda bir narsa deyishayli bolam." Adil uyga kelib, opasidan Güzelnurning o'zigimi deb qo'ymay, jimmida uydan chiqib ketgan edi. Texchi qaytib kelmaganini bilib, o'zining oqshom uni urg'ini yodiga keldi-da, opasining uyga yomonlab ketganini bildi. Güzelnur u uyda bir kech qunib qolsa, ati qizini o'zidan ajrashtirib yetadigandak his qilib darhol keynigandi. Rahmonaxon bilan Podamxon Güzelnurning ish to'g'riliq paranglashib o'tiradi. To'yiqsiz eshik ochilib, ikki qo'lida liqqida sovg'a salomlarni ko'targan Odil qizdirib, tatirib kirib keldi. Ular Odilni ya xushal emas, ya xafa emas, bir xil talaffuzda kutib oldi. Odil duduqlagan holda gapini boshladi. Dada opa, men Güzelnurning kelgan bo'lsa, olib ketay degandim. Bu gapni anglab Rahmonaxonning sal qopiq turildi-da. Balam. Güzelnur, siz xohlasangiz o'radigan, xohlasangiz olib ketadigan qo'nchoq emas. Ayni chog'da sizlar bizga nima deb va'da bergan? Mana endi uni urib yuzlarini ko'kart etibsiz. Bechora qizim, siz shuncha urg'idak nima qildi balam? Qizimning o'yiqchilikda ko'rgan tushiga ochiqlab uni urib, qo'saqdagi bolani tushirib etibsiz. Yana keyin bolani kimning bolasi debsiz? Mening qizim sizlarga yaramagan bo'lsa xetini bering balam. Qizimning yenini yer ko'tirdi. Rizqini partiya hukumat berdi. Dada, meni kechiring. Men shu Güzelnurni shundoq yaxshi ko'rgashga, uning o'zini emas, so'zni boshqalardan kunlab qoldirganman. Men bundan keyin uni hargiz urmayman jinim dada. Meni mush bir qatim kechirayotgan bo'lsangiz, uni ip ketay dada. Ma'undan sizlarni oz bo'lsimi deb og'ish kelgan. Yana bu oz bo'lsimi ishlatasizlar dada. Adil shundoq degash, boya mashinada o'ltirib tayyorlab olgan 2000 yuan pulni ularning oldiga qo'ydi. Pulni ko'rgan Podamxon sal yerigandek bo'ldi. Chunki 1 yildan buyon ular oldin bergan ham to'yliq deb bergan puldan oshqina bilan o'ylarini ancha-muncha o'ngshab, qo'sqig'imi xili yomon emas yeb ichib o'tayotdi. Bo'pti bolam, otaydan kapsiz. Mushu bir qitim sizga ishinib qizimizni qo'shib qo'yaylik. Lekin bundan keyin uni yana uradigan bo'lsangiz, endi uni og'ili kelmangmi? Ma'qul opa, ma'qul. Men endi hargiz urmayman. Podamxon ishkirga uyga kirib, tatliq uxlayotgan qizi Güzelnurning chochlaridan asta silab uyg'otdi. "Jinim qizim, Odiljon, bu seni o'g'li kepti. Mushu bir qatim bizning gapimizga kirib, uni kechirib yetib, uning bilan ketgan bo'lam. U bizga va'da qildi. Endi seni ursa, o'zim berib yondirib kelman bo'lam." "Jinim opa, menmi sizning qizingiz-ku? Men ichingiz og'irmamda opa. Meni u uyga endi bog'im yo'q jinim opa." "Jinim bolam, mushundaqla ketmay qolib qolsang, xalqlar bizni nima deydi? Bizni o'ylab qo'y bolam." Güzelnur opasining iltijoliq chiroyini ko'rib, ko'zlariga liqqida yosh og'an holda beshini ostarlanishdi. Adil ularga bir muncha va'dalarni berib, Güzelnurni ilib ketdi. Ertasi qo'shnisi Pashaxon lingshib mong'inicha Xonzoda xonimning yeniga paydo bo'ldi. Ular u yerdan bu yerdan paranglashib, Xonzoda xonim Pashaxonga hamma gapni deb, o'g'lining Güzelnurni urganda qanchalik xo'sh bo'lganligini so'zlab, xo'shallikda og'zini yumamayli qoldi. Kechda Pashaxon ishdan qaytib kelgan qizi Go'harga hamma ishni jipidan janisigacha so'zlab berdi.
Güher bu gaplarni anglab, qini-qiniga patmay xo'shal bo'lib ketdi-da, asta telefonni chiqarib, Mardan o'ziga qoldirib ketgan nomerni bosdi. Telefonning sayrag'an ovozini anglab, Mardanning navri singlisi Gulshan yugurib berib telefonni oldi. "Voy, yaxshimisiz? Kimni izlaysiz?" "Ha, yaxshimi? Bu Olim Jo'janing uyimi?" "Ha, shu, o'zingiz-chi?" "Men Mardanning do'sti. Ismim Güher. Mardan bormidi? Onun bilan ko'rishdan jiddiy ishim bor edi." "Ha, Mardan akamni demsiz?" "U boya ha turib turing ha. Hozir chaqirib qo'yay." "Ha, rahmat sizga singlim. Mardan aka, sizga telefon." o'n uchinchi qism. Mardan navri singlisi Gulshanning ovozini anglab, yotoq uydan chiqib. Kimga singlim? "Bilmadim aka. O'zini sizning do'stingiz deydi." "Voy, yaxshimisiz? Kim bo'lasiz?" "Ha, Mardan, yaxshimisiz? Men Güzel Nurning do'sti Güher bo'laman. Tanidingizmi?" Ha, tundim. Yaxshi turdingizmi, Güher? "Yaxshi turyapman, Mardan. Mardan, Güzel Nurning beshiga og'ir kun tushdi. Tezroq yenib keling. Bo'lmasa Adil degan lükchak uni urib o'ldirib qo'ydigan o'xshaydi." "Nima ish bo'ldi, Güher? Uning nima bo'ldi?" "Shu eri kunda degidek urib, uni bekli xo'rlab ketyapti. Tunigun uni ko'gili kirgandim, yuz ko'zlari bekli ko'kirib ketibdi. Hatto o'rnidami turamay qoldi. Sizni bekli seg'inganligini aytdi. Agar siz kelalsangiz, sizlar uni qabul qila olsangiz, u Adil bilan ajrashib, siz bilan to'y qilg'isi borligini aytdi. Mardan, Güzel Nur sizga muhtoj. Tez kelib, uni qutuldirib eling. Lekin mening sizga xabar yetkazganimni hargiz demangchi-mi? Güzel Nur ikkimizning tanishadiganligimizni faqatla bilmasin. Bo'lmasa u mendan xafa bo'lib qoladi, Mardan." "Ma'qul, Güher, ma'qul. Cho'qim borma. Atil yo'lga chiqay. Xotirjam bo'ling. Sizning menga xabar yetkazganingizni hargiz demayman." Mardan tağsı Olim apandiga yo'l yurib, maktabdan 10 kunlik ruxsat oldi-da, ertasi degan yo'lga chiqdi. Tex ta'til vaqti bo'lmay turib, qaytib kelgan o'g'lini ko'rgan Oypasha xonim o'g'liga savol deganni yo'qtirib etdi. Mardan ularning savoliga mijozim yo'q. Bakli so'g'im eshib ketibdi. Shunga yozning optipiga qoqilib kelay deb, ham sizlarni ko'rgash ruxsat so'rab keldim, deb gapni tugatdi. Saat degan Mardan sahardala o'rnidan turib, noshta qilmasdan nahiya ichiga qarab yurib ketdi. Güzel Nurning mahallasiga kelib, uni chiqib qolarmikin deb uyoq bu yoqqa minishib boshladi. Oradan birer uzun o'tmay Güzel Nur noshtalikqa sut setib olish uchun darvozadan chiqib, cho'ng yo'l tarafga qarab mangdi. Yiroqdan Güzel Nurni ko'rgan Mardan yugurib berib uniga yetishib oldi. "Güzel Nur, to'xtab turing, Güzel Nur." "Mardan, siz..." Atdeganda ishqa mangan Güher eshik oldiga amdi chiqibla Mardan bilan Güzel Nurning uchrashganini ko'rib, tam yoqlab Xonzoda xonimning hovlisiga kirdi-da. "Xonzoda opa, chaqqan bo'ling. Güzel Nur degan bir nima yana Odilning do'ppisiga jigdi silib, oshnisi bilan ko'rishdi. Tez bo'ling." Nima deydigansiz qizim? Nada? Voy, mush yo'lning do'qmishiga oz qolgan yerda darvozadan chiqsangizlar ko'rsiz. Rasma? Xat buzuq adivoni bermaydigan bo'lsa. Adil uyda yo'qmi, Xonzoda opa? Bo'lsa unimi o'yg'itib yutayli. Umi ko'rsin xotinning attini. Voy qizim, o tunugun savdogarlar bilan o'ltirib ozroq haraq ichib o'ptikan, texi yelili kelgandi. U holda o'yg'atsam to'ymaydi. Bo'ldi, o'zim beraman u buzuqlarning adabini. Güzel Nur, qanday ahvolingiz? Yaxshi turyapsizsiz? Güzel Nur, yuzlaringiz ko'kirib ishib qopti. O sizni yana urgan o'xshamamdi. Men yaxshi Mardan. Men sizni endi ko'zimga ko'rinmang demaganmi? Güzel Nur shundoq deb boshqalar ko'rib qolgandek hayron qarab qo'ydi. Nimaga qaraysiz, Güzel Nur? Siz uningdan shuncha qo'rqamsiz? Men degan sizning savoqdishingiz, Güzel Nur. Savoqdoshlarning o'zaro uchrashishi tabiiy ahvol-ku.
siz undaq degan bilan boshqalar ko'rib qolsa. Boshqalar ko'rib qolsa nima bo'lmoqchi Go'zalnur? Biz qachongacha boshqalardan qo'rqib yashaymiz-a? Boshqalar ko'rib xato tushunib qolgadak, biz hech ish qilganimiz yo'q-ku. Voy xanim, sutni yo'lda oshning satamdikan. Kendila chiqqan qo'pol ovozdan Mardan bilan Go'zalnur ikkilisi cho'chib, tag'ni kayniga qaradi. Voy nimandaq nomus qilishni bilmaydigan narsa. Ey, ma'qulum qo'shnilar ko'rsa, na ot, na nomus. Qachongacha aygi tekkiningni bilmaysan, na? Opa, men undaq emas, opa. Ha, nima undaq emas? Ey, qachongacha mushundaq yoshirin ko'rishib, bizni aldab yurishsan aqasang. Xonzoda xonim tishlarini g'ujurlatganicha yong'oqdek cho'ng zangar ko'zlarini Mardanga mixdek tikdi. Undaq emas acha. Bizni xato tushunib qoldingiz. Go'zalnur ishki emas, 11 yillik sabodosh. Bugun Noiyaga bir ish bilan kirishim edi. Tasodifiy Go'zalnur bilan uchrashib qoldim. Shuni salomlashib turgan acha. Bizni xato tushunib qolmang. Ha, mundaqda salom deganni qarshi tarafning belikidan tutib olib turib qilamdikan. Menchu kichik bola emas, bilib qo'y. Acha undaq emas. Voy, ishingni qilasan. Ay, yuzi qilin besham, bana uyga bezirib qarab turmay. Xonzoda xonim shundaq deb Go'zalnurning beligidan tortish turib, ilib kirib ketdi. Tushga yaqin Odilning masligi yeshilib, uyqusidan uyg'onib, o'ylig'i chiqib, endi yuzni yuvay deb turishiga. Odiljon, bu yoqqa kela o'g'lim, tez bo'l. Ha, mana apa. Nim bo'ldi apa? Odamning yuzini yo'g'ilib qo'ymay. Odil shundaq deb g'o'dirab qo'ydi. Voy yumshoq bosh bolam, qachonli qarz tijorat, soda deb haroq ichib, mes bo'lib yurmay, mav xotnog'imi ancha-muncha ko'z quloq bo'lib qo'y. Sen mushundaq yurgashga, u bir nima seni ko'zga ilmay, yana oshinisi bilan ko'rishib yuriydi. Voy nim deydigansa apa? Bu gap rostmi? Atdigan onashliqi shushtaykiray deb chiqib ketdi. Men mundaq darvoza oldiga chiqib qarab boqay deb chiqibdiman. Yo'lga shundaq qarasam, u heliqi oshinisi bilan yo'lda bir-birining belikidan mahkam tutqunicha bir-birining ko'zlariga kirib ketgidek bo'lib turibdi. Voy nima nomus deyman a? Shuning bilan heliqi lükchakni bir-muncha tilab, mavu xudini bilmaydigan qonchuqni yondirib kirdim. Xap. Urib o'ltiratmisam xap qonchoq. Bolam bu bir nimaning helisi to'la. Kirib shundaqli ursang opingiz menga qarchaplayotdi deyishsin yanmaydi bolam. Şoňa onu bugün bek urmay, ança-munça uçuqdap qo'yib tur. Ondan uning iziga tushsam, sen uning haqiqiy abdini o'z ko'zing bilan ko'rsan, jinim bolam. Ma'qul apa, deginingdek qilma. Odil shundaq deb o'jirsiga kirdi. Go'zalnur Odilni ko'rib, xuddi o'chini ko'rib qolgan toshqandek urkib, qo'qinib ko'zlari yo'g'nab, nafsi yetishmayli qoldi. Odil asta kelib Go'zalnurning qop-qora uzun chochlaridan qamalib tutib turdi. Eyda, bugun heliq oshlang bilan yana ko'rishdingmi? Jinim Odil, menga ishining. O mening oshnam emas, faqatla savoqdishim. Bugun atdigan sutda og'limansam, uning bilan tasodifiy uchrashib qoldim. Sizga va'da beray, jinim Odil. Men burun oshni o'ynamadim. Hem buningdan keyin undaq eski ishlarni hargiz qilmayman. Men sizga yotliq bo'lgandan boshlab mening ruhimmi, jismimmi, muhabbatimmi sizning bo'lgan. Men oshni o'ynagan bo'lsam, meni yer yuzsin Odil. Ma'qul. Bugun gapingga eng oxirgi qitim ishinay. Lekin uning bilan mayli oshni bo'l, mayli saboqdosh bo'l. Qat'iy uchrashib qilishing ruxsat yo'q. Bilib qol. Bugundan boshlab uning bilan ko'rishganingni ko'rib yoki anglab qolsam, meni rayim qilmadi deb qolma. Angladingmi? Go'zalnur bildim degandek beshini asta-langishdi. Odil Go'zalnurning bechora turqiga qarab, opisining texi helila degan gaplari esiga kelib, Go'zalnurni supi ustiga qattiq ishtiribdi. Voyjon, Go'zalnur to'limi o'ruq bo'lg'ashqa, eri Odilning qattiq ishtirishidan santirilib, yiqilib supi ustiga qo'yilgan kichik siraning burchigiga usib oldi. Shu hamon Go'zalnurning peshonasidan qip-qizil qon eqishga boshladi. Odilning bo'lsa, texi helila opisining oshnisi bilan ko'rishdi degan gapi quloq tuvidi. Jiranglab turg'ashqa,
Güzelnurning qon eqiyotgan peshanasini ko'rib turib, qarabmi qo'ymay chiqib ketdi. Kechda Xonzoda xonimning qo'shnisi Pashaxon ikki tal hingoy tishlarini chiqarib, ko'lganicha Xonzoda xonimning uyiga kirib keldi. Güzelnur chiqib qiynanisiga ham Pashaxonga choy damlab, ularga choy qo'ydi. Güzelnurning peshonasidagi qon to'xtamag'achqa dorixonaga chiqib, dori ilib peshonasini tongdirib kirgan edi. Güzelnurning peshonasidagi oppoq teng'iqlikni ko'rgan Pashaxon Güzelnur choy qo'yib bo'lib chiqib ketishiga "Voy Xonzoda, av kelinlarning peshonasi teng'iqlik turdi. Nima bo'ldi uningga?" Xonzoda xonim aytgan bo'lgan ishning hammasini deb berdi. Güzelnurning peshonasidagi teng'iqni bo'lsa, o'g'lim Odil toza urib, oshni o'ynaganga to'yg'izib qo'ydi dedi. Bu gapni anglagan Pashaxon birdam o'ltiriblar. Xo'shna, men chiqay. Sizni kunda bir qatim ko'misam, ko'nglim bir xil bo'lib qoldi ekan. Bugun sizni ko'migashga ota-ayta sizni ko'rib chiqay deb kirishim. Endi men uyga chiqib, qizim ishdan tushguncha tomoq qig'ashtiray. Pashaxon shundoq deganicha chiqib ketdi. Kechda qizi Go'harni ko'rgan Pashaxon, Yelili Xonzoda xonimning aytganlarini Go'harga birmi-bir qoldirmay deb berdi. Buni anglagan Go'har qo'lqiga telefonni elib, yana Mardonning uyiga telefon qilib, Mardonga Odilning Güzelnurni bugun bekli urvatganligini, teg'i urib beshni yervatganligini aytdi. Mardon, bugun bo'lgan ishni angladim. Endi mushundaqli Güzelnur bilan koringiz bo'lmay, uni tashlab o'tmassiz, ha? U sizga bekli muhtoj Mardon. Lekin Go'har, Güzelnur tunugi meni ko'zimga ko'rinman dedi. O'ylab baqsam, men uning ko'ziga kirib, uning turmushiga sovuqchilik solgan ekturman. Shunga ruxsat so'ragan kunimni qisqartib, o'g'iliki ma'yimikin deyman. Bundaq kunda uning uyining atrofida yursam toza yaxshi bo'lmaydi ekan Go'har. Ular bizni xato tushunib qo'yib, Güzelnur o'g'ilchilik qiladi ekan. Shunga Go'har, men ketay. Go'har Mardonning gapini anglab, o'z planini amalga oshmay qilishdan ansirab, sal qiydigandek ahongda. "Bo'pti Mardon, o'zingiz shuncha yaxshi ko'rgan qizning beshiga kun tushsa, ketaman deysiz. Odil Güzelnurni sizdilla kunlab emas, boshqa erlardimi kunlab uni urdi. Bo'pti, undaq o'ylaganingizmi balkim to'g'ridir. Agar xohlasangiz atdigan keling. Men sizlarning ko'rishishingizga yordam qilaman. Odil uyda yo'q ekan. U lükçek tushdan keyin bir soda ishi bilan bir yerga ketibdi. Atdigan Güzelnur suti og'il chiqdi. Men marab turib Güzelnur darvozadan chiqib ketishiga uning uyiga kirib, qiynanasini gapga sep turay. Sizlar shundala xotirjam ko'rishib olsizlar. Ketadigan vaqtingizda bo'lsa-mu, uni bir ko'rib eling. Deydigan gaplaringiz bo'lsa devilibmi? Kim biladi, bu ishqlarning eng oxirgi ko'rishisi bo'lib qolamdi texi. Rahmat sizga Go'har. Güzelnurning sizdek yaxshi bir do'stining bo'lganligidan men uningdan xotirjam bo'ldim. Ma'qul, atatigan biray. Ular shundoq deyishib xo'shlashdi. Go'har xo'shal bo'lgan holda Odilga telefon qildi. "Va yaxshimisiz?" "Men yaxshi Odil. Men Go'har." Tundim. Bir ish bormi? Odil, men texiyla do'konga bir narsa og'ilmangan. Qaysi kuni Güzelnur bilan ko'rishgan yilqi bola bog'u, u men bir narsa og'ili do'kondagi ommaviy telefonda biri bilan paranglashib o'tibdi. U telefonda qarshi tarafga bo'ludi adash. Atdiganda Güzelnur bilan ko'rishga kelishib qo'ygan. Uning bilan ko'rishib olib, ondan o'g'illikka yo'lga chiqaman. Yana eri degan lomzalni bilmaydi. U nimani biladi degandek gaplarni qildi. Shunga sizni ularga oltinib yurayversin deb sizga xabar qilishim Odil. Rasma Go'har? O rastlı telefonda mushundoq dedimi? Voy Odil. Men sizni oldib nima qilaman? Biz degan qo'lim qo'shni tursak, sizni oldisam o'zimgimi septira? Odil, men sizga bir yo'l ko'rsatay. Siz ularning atini ko'rish uchun hozirla uydan chiqib ketib, bir og'inangizdan mashinasini so'rab keling. Ondan mashinani Güzelnur usti og'ili mangadigan tarafga yo'l yoqasiga to'xtatib, kuzatsangiz ularning haqiqiy 14-qism. O'zingizning mashinasiga o'ltirsangiz Güzelnur mashinani ko'rib tunib qoladi. Shunga men degandek qilsangiz,
Ondan mening deganlarimga ishonasiz. Qandaq? Vah Güher. Qaltis qalınız şirkəcimi? Həras Adil, uydan chiqish oldida Güzel Nurga o'zingizning savdo ishi bilan boshqa bir shaharga boradiganligingizni, bir haftada qaytib keladiganligingizni aytib qo'ying. Undaq demayli mangsangiz Güzel Nur sizni kelib qolarmikin deb o'ylab, uning bilan ko'rishmaydi. Shuning bilan ular sizni davomli aldab, siz yo'q chaqlarda ko'rishidi. Ularning abtibashirini bir kun bo'lsin baldiroq bilib oling Adil. Ma'qul Güher. Bek atrofli o'ylabsiz. Shundoq qilay. Adil kechqurun bir necha qur kiyimini safar sumkasiga silib, uydagilar bilan qo'shilishib, mashinasini haydab chiqib ketdi-da, nahiya ichida oshxona ochadigan og'aynisi Po'latning mashinasini so'rab, o'zining mashinasini Po'latning oshxonasining oldiga qo'yib, Po'latning mashinasini haydab Güzel Nur sut og'ili mang'idigan do'xmushdagi yo'l yoqasiga to'xtatib qo'yib, uxlamay ko'zitib o'tirdi. Bugun atdigan tong saharda Merdan Güzel Nurning mahallasida paydo bo'ldi. Merdanni yiroqdan ko'rgan Adil mashina aynaklarini chiqarib o'tib, burkutnikidek o'tkir ko'zlarini Merdanga mixdek tikkanicha Güzel Nurning chiqmasligini tilab o'tirdi. Oradan bir soat o'tib, Güzel Nur sut akiradigan kichik ko'rsini ko'targanicha chiqdi. Güzel Nur Adilning mashinasining qiyishiga 10 metr chiqaganda Merdan yugurib kelib uning oldini to'sdi. Merdanni ko'rgan Güzel Nur atrofga ansiz qarab qo'yib, "Siz nimaga keldingiz Merdan? Men sizni endi kelmang degan-ku. Sizni kelsangiz menga yaxshi kun yo'q. Sizdan xo'sh bo'lay. Endi meni izlab kelmang. Meni tinch yashig'li qo'ying Merdan." Güzel Nur, xotirjam bo'ling. Men at ketaman. Endi bu yurtga hargiz kelmayman. Ko'zingizga endi ikkinchi ko'rinmayman Güzel Nur. Lekin bir gapimga rostchilik javob bering Güzel Nur. Siz meni butunlay unutib ketdingizmi? Shundaq. Sizni butunlay unutib ketdim. Men hozir boshqalarning qonunli xotini. Ikkimizning muhabbati allburun o'tmishga aylandi Merdan. Tushundim Güzel Nur. Men endi ketaman. Sizni hargiz avar qilmayman. O'zi chin dildan so'ygan biriga baxt tilashdan ortiq azob bo'lmas odamga. Baxtli bo'ling Güzel Nur. Merdan shundoq deginicha Güzel Nurning mo'risidan tutib, uning ko'zlariga cho'nqur mehr muhabbat bilan qarab, "Sizga bo'lgan pak so'ygimni o'zim bilan birga elib ketaman. Qalbimdagi sizning o'rningizni hech kim bosolmaydi. Güzel Nur. Xayr, omon bo'ling." Merdan shu gaplarni biri kelini siqiyotgandek üzüp degandan keyin ko'zlariga liqqidi kelgan yoshni Güzel Nurga ko'rsatmaslik uchun orqaga o'rilib mangdi. Güzel Nurmo oldiga necha qadam minib, xuddi biri yuragini sug'urib ketgandek sezimda Odilning mashinasining oldiga kelganda qandoqdir bir sehri kuchning turtkisida to'xtab keyniga qayirdi. Merdan xuddi ahlidan adashgan sarangdek ikki qo'li bilan chochlarini qammollig'icha osti ketib o'tdi. "Aman bo'ling Merdan. Aman bo'ling." Güzel Nur xuddi kichik boladek og'zini o'mchaytib turib, aralla shuni deyildi-da, orqasiga o'rilib o'z yo'liga mangdi. Bu dunyoda kimmo o'zi so'ygan yori bilan qo'l tutishib turmush otliq bu davondan birga o'tishni xohlamasin. Kim deydi Güzel Nurni azoblanmadi deb. Yana kim deydi boshqa biri bilan majburiy to'y qilib, allaqachon boshqalarning ayoliga aylanib ketgan bo'lsa-mu, shuncha uzundan beri tunji qalb qasriga kirgan shu yigitni yo'shirin seg'inib, yo'shirin aslab, yuragining cho'nqur qatlamlarida yashab kelayotgan tunji oshqining o'zidan mangulikka umidini uzib, shundoqla ketib qolganligini ko'rib turibmi? Yuragi og'rimidi. Yuragi chididi deb. Shu tapda uning uchun osmon o'rilib tushgandek, zimminlar yerilib, butun dunyo go'yo tutun kabi o't olgandek. Xuddi bir yuragini so'g'irib olib, tirik murdiga aylanib qolgandek. Bu dunyoda yashash endi mumkin emasdek bilinadi. Uning yuragi allaqachon sezib bo'ldi. Gerçi etrafida hech kim ko'rinmasa-mu, bu mahallaning seg'iz hollari shuncha yomon tursa, qilni pilda ko'rsatadigan kim deydi?
Güzelnur boya tip-tiniş paranlaştı. Onu hiç kim kömüdü tep. Yani kim diyelaydı? Onu hazırkı merdan bilen uçuruşup kalgını üçün erdim boldu degiçi tayak yep toğulğanığı mыңlarçı puşayman kınmaydı dep. Boptu. Güzelnurmu bunda kullarçı yaşaştın allaqaçan toygan. Er onu merdandılla emas, hatta erkek çivilladımı küllep vurdugan tursa. Yani şundaq ura. Adil texi hazırlı köz aldıdı boğan iştin bir demlik esini yo'qotgandek bulup tezla esini yig'di da mashinani ushqandek haydab og'ini sipilatgan mashinani topshirib berib uning bir eg'izmi gap qilmasdan ketib qoldi. U bir necha prikazchi og'inisini yig'ib kashkicha aroq ichib kun o'tirib qorong'i tushishga boshlaganda ondan taksiga o'tirib uyga qaytib keldi. Darvozaning qattiq tarangishib echilishidan cho'chigan Xonzodaxoni yugurib darvoza oldiga kelib, yerda yotgan Odilni uylab turg'izdi. Voy nima sesqichilik bu? Hey, sen qachongacha odam bo'lmaysan, ha? Nomus qilmay, dadang bilan ikkimizning oldiga aroq ichib maskirgan bo'lding, ha? Ya opa, sen mening dardimni tushunmaysan. Ben bugün av buzuqni oshna o'ynaganga to'yg'izmay opa. Atdigan mening ko'z oldimda oshnasi bilan ko'rishib, bir-birining ko'ziga kirib ketadigandek eg'iz burun yolishib yuradi adaxi. Voy bola, nim deydigansan? Ben buguncha u buzuqni odam bo'lganga to'yg'izmay opa. Qanday qilsam mayli bolam. Xotin o'zingni uramsan, so'qamsan. Biz aralashmaymiz bolam. Sen xotirjam bo'l opa. Kirib uyquni uxlab. Adil shundoq deganicha daldangishib menib o'jra uyga kirib ketdi. Bu chog'da Güzelnur Adilning o'ylida opasiga deganini anglab bo'g'ashqa Adilning toyqiga tayyorlik qilib o'tiradi. Adil xuddi necha kun osh qolgan yo'lvosdek Güzelnurga itildi. Onu bir hoza urib dasab qop-qora chochlaridan qamallab turib, so'rab degidek o'rnidan turg'izdi-da, tomg'i netchini ustiribdi. Shu hamon Güzelnurning ko'zlariga sonsizlagan yulduzlar ko'rinishga boshladi. Odilning oldiga tizilinib yo'l urdi. O'zining sutga manganda Mardanning tasoddifiy uchrab qolganini, orasida hech ish bo'lmaganini tushundirdi. Lekin Adil uning gapini zinhor anglamaydi. Qo'lini xohlagancha shiltib uni uratdi. Qo'soqlarga tepatdi. Tomga ustiratdi. Eg'izga og'usiz sattillar bilan haqoratlaydi. Odilning kuchab ittirishi bilan Güzelnur yerga yiqildi. Gilamning ustiga do'milib yiqildi. Boyatindan beri mushtipikning dastidan holsizlangan Güzelnurning o'rnidan turg'idek mag'dur yo'q edi. Adil Güzelnurning gilam ustida midri qilmay yotganini ko'rib, hiylagarlik qilyotdi deb o'ylab, Güzelnurning beliga qattiq oyoq bilan kuchab turib netchini dasvatdi. Güzelnur qattiq chaqirganicha bo'shini yo'qotdi. Adil Güzelnurning yoqasini qop-qora chochlari bilan qo'shib qamallab tutib, eski kegizni so'rgandek so'rab, palampayning oldiga akilib yerga tashladi-da, birini tepib palampaydan dumiltibdi-da, uning xuddi eski qo'nchoqdek dumilab tushganiga qarab, "Oshna o'ynaganga to'ya buzuq" deb qattiq vaqirdi. O'g'li Odilning vaqirganini anglab, Qodirboy bilan Xonzoda xonim tangli hoyliq chiqdi. Güzelnurning yerda yotganini ko'rgan Qodirboy qopqini turganicha, "Voy Adil, nima ish bo'ldi sizlarga? Nima varanchiroq bu? Nim bo'ladi dada. Mao buzuqni oshna o'ynaganga to'yg'izib qo'ydim. Qandoq bo'lmabdimi? Nimancha ursa uni bolam. Xalqning bolasi o'mi. Uraverib o'ltirib qo'ysang, biz xalqqa bola to'lab bermaymiz juma. Xotirjam bo'l dada. U o'lib qolmaydi." Adil shundoq deb hushsiz yotgan Güzelnurning qo'liga kuchab dasidi. Qodirboy endi gap qilay deb turishiga, "Voy dadisi, manslar uyga kirib ketaylik. Kim uni oshna o'yinsin deb tikan? Biz-chu
ularning ishiga eng yaxshisi aralashmay kirib ketayli. Mansılar. Xonzoda xonim shundoq degenicha eri Qodiraxonni ishtirib degidek uyga kirib ketdi. Adil Güzelnurning qo'lidan so'rab, darvoza oldiga elib chiqib, yana qalaymaqan urib tepishga boshladi. Bechora qizning yuzi ko'zlari qonga bo'yilib, to'nig'isiz bo'lib ketgan. Chochlari chuvilib, xuddi kinolardagi arvohdahli bo'lib ketgan edi. Boyatidan beri qattiq vaqirashlardan xo'shnilami, ularning ishiga oldiga yig'ilgan bo'lib, go'ylarining bu qizga bekli ichi og'irgan bo'lsa-mu, qishig'i berishga jur'at qilolmaydi. Chunki Odil hozir xuddi qon ichar maxluqning o'zi edi. Bechora qizning shu holdimi yana tayoq yeyishga chidab turolmagan bir qo'shnisi. "Voy bolam, nimacha ursan bu qizni? Nima gunoh qildi sana buncha urg'idak?" Nima gunoh qildi demsiz? Bekli cho'ng gunoh qildi. Oshna o'ynadi oshna. Shun urdim, qandoq? Qo'shnilar orasidagi tomosha ko'rib turgan Pashaxon eg'iz ochdi. "Xo'p bo'pti toza. Kim uni shuncha bayashat turmushni kechirib turib, yana shuncha qamlashgan eri turib, oshna o'yinsin debdi. Xo'p bo'pti. Bundaq buzuqchi o'limmi oz texi." Buni anlagan qo'shnilar g'ul-g'ul qilishga boshladi. "Voy nima deydigansizlar? Ma'limizdagi shundoq yuvosh qizg'u bu. Voy shuni deyman-a?" Adil qo'shnilarning gapini anglab, Güzelnurning beqiniga qattiq birini tepdi-da, qaqoqlab kulginchi kirib ketdi. "Odam emas bir nima ekan bu? Ojiz bir ayol kishini shundoq urgan bormi? Shuni deyman, Oyshamxon. Tez o'g'lingizga ayting, mashinasini olib chiqsin, uni uyga olib qo'yaylik." Güzelnurga bekli ichi og'rib ketgan qo'shnisi Zeynabxon shundoq deb Oyshamxonni oldiratdi. Oyshamxon uyga kirib ketib, hayol o'tmayla o'g'li Qaysar bilan mashinasini olib chiqdi. Ular Güzelnurni ko'tarib mashinaga silib, bir qanchaylarning hamrohligida Güzelnurning ota-onasining uyiga qarab yurib ketdi. Patamxon kechidan qizi Güzelnurni tushida ko'rgan bo'lib, qizini o'ylag'ash, o'g'li Farhodning yirtilib ketgan kiyimlarini tikib o'ltiradi. To'y qig'ilimi 1 yildan oshdi. Navri ko'raman desam, hech bir uni xabarim yo'q. Bo'pti, hozir bo'lmiz keyinroq bo'la. Bola bo'lmasimi baxtli yoshsili bo'ldi. Oldingi qitim kelganda shundoq chiroyli ko'ylaklarni kiyib, guldek ichilib ketdi ekan. Burun mendan xafa bo'lgan bo'lsa, mana endi menga rahmat ayta. Xonishlardek bayashat xotirjam turmush kechiryapti ana. Patamxon shularni o'ylab o'ltiradi. Bir muncha kishilarning qizni ko'tirib turg'inini ko'rib, ko'zlari yo'qolib ketdi. Bu nima ish? Qizim qandoq bu holga tushib qoldi? Ayollar bo'lgan ishni biror qurdib, Güzelnurni uyga akirib, yotqizib qo'yib ketib qolishdi. Rahmonaxon bilan Patamxon yig'izara ichida qizini 3 kun ichida beqib o'yishiga kelishini saqladi. Ammo Güzelnur o'yishiga kelish u yoqda tursin. Kundan kunga o'ng qo'li bilan so'l puti ishib, yuz ko'zlari texmi bek ko'kirib ketyapti. Oxir 3-kuni kechda qo'lim qo'shnilardan ozroq qarz elib, Güzelnurni doktorxonaga elib bordi. Doktorlar Güzelnurni jiddiy qutqizish uyiga akirib ketib, oradan yarim soat o'tganda 40 yoshlardan hal qilgan. Chiroydan oq xalatliq farishtalarga xos mehribonlik yig'ib turadigan semizgina bir ayol doktor chiqib so'zlab ketdi. Bemorni nimashqi vaqtida ekanmidinglar, ha? Sizlarga bola lozim emasmi zodi? Men bilan ishxonaga kiringlar. Atrofda boshqa bemorlarning oila tavobatlarining ularga qiziqsinib qarawatqinini ko'rgan doktor shundoq deb ularni oldida mandi. Rahmonaxon bilan Patamxon bir-biriga qarashganicha doktorning keynidan ergashdi. Ularning qo'rnuqqina o'ri turg'inini ko'rgan doktor ularni o'ltirishga taklif qildi. O'ltiringlar. Qani menga aytinglar, bu qizning shundoq o'ysiz yotganiga qancha kun bo'ldi? Bugun 4-kuni doktor.
Немешқы дәл вақтыда әкәмәйсілер? Дәл вақтыда әкәген болсаңлар, оның меңісіге түшкен қанны тазылып өткен болсақ, бәлкім бұндақын болып кетмейді. Сілер бәкілі кечіп қапсылар. Неме? Оның меңісіге қан түшіпті ма, доктор? Біз şu ahvalını bunca xatarlik deb o'ylamabdimiz, doktor. Faqat shu hushidan ketibdi. Ertagacha hushiga kelib qolar deb o'ylabdimiz. Qizimizning ahvoli ancha bexatarlik emasdi, doktor. Patamxon ko'zlariga liqqida yosh olgan holda shularni deyildi. Doktor Patamxonning og'zidan chiqqan gapini anglab, qo'shimisi sal turilib. Xatarlik bo'lgandimi, xeli bekli xatarlik. Onun o'ng qo'li beg'ishi bilan jaynigidan 2 yerdan sungan, beli 1 yerdan sungan, sol putimi yo'ti bilan tizdan 2 yerdan sungan. Qattiq zarbidan bemorning quloq pardasimi yirtilib ketgan. Eng xatarlik bo'lgani uning mengisiga og'ir darajada qon tushgan. Lekin bemor vaqtida ekanmaganlikdan mengisiga tushgan qon qetib qolgan. Voy, nima deydigansiz, doktor? Voy, issiq bechora qizim, mendek opangni kechirgan qizim. Asli seni oldingi qitimni voyivonga qo'shib qo'ymasam bo'pti-ekan. Hozir uni operatsiyaga akiramiz. Bu qog'ozga imzo qo'yinglar. Doktor shundoq deb bir necha varaqni ularning oldiga surib qo'ydi. Rahmonaxon bolalarning o'gitishi bilan o'zining ismini yozishni o'rganib olgan bo'lg'achqa qog'ozga Rahmonaxon imzo qo'ydi. Endi yig'ilganning foydasi yo'q. Qizinglar endi bundan keyin ömürlük meyip bo'lib qolishi mumkin. Yana balki mo'jiza yuz berib qolsa, bir necha yildan keyin asliga kelishi mumkin. Lekin shu mo'jiza yuz berguncha u anglamaydi, so'zlayolmaydi. Uni doktorxonada sallamaza yaxshi bo'lguncha kuchimizning bertirishimiz. U yaxshi bo'lganda uyga elib chiqib oldin yaxshi xabar elinglar. Doktor shundoq deb qo'lidagi soatga qarab qo'ydi-da, ishini yechib chiqib ketdi. Ular doktorning kaynidilar ishxonadan chiqdi. Ular chiqqanda Güzel Nurni allaqachon 6-qavat operatsiya bo'limiga akirib ketgan edi. Ular operatsiya uyi oldida xeyli uzoq saqlagan bo'lsa-mu, qizidan hech xabar yo'q edi. Alahazal 4 soatlar atrofida operatsiya bo'limining eshigi ochilib, bir qancha doktorlar chiqib keldi. Doktorlarni ko'rgan Rahmonaxon bilan Patamxon tangla ularni oldiga yugurdi. Qandoq bo'ldi, doktor? Qizim qandaqroq? Operatsiya o'ngishli bo'ldi. Qizinglar xatardan o'tib ketdi. Biroq nima, doktor? Biror ish bo'lmaganda-a? Qizinglar bundan keyin mang'amaydi. Nima? Patamxon shundoq deb yig'lashga boshladi. Oradan uzun o'tmay bir qancha sestra qizlar Güzel Nurni chaqliq karavot bilan ishtirib ilib chiqdi. Bechora qizning o'ng qo'li bilan so'l puti gipslangan, qop-qora uzun sumbul chochlari butunlay tushirib etilgan. Beshi oq doka bilan qilin tingilgan bo'lib, ko'rganlikka odam uni eg'ir qatnash hodisiga uchraganda paraz qilg'idek bo'lib ketgan edi. Güzel Nur odatdagi kuzatish kasalxonasiga yo'tkalganiga bugun saq 6 kun bo'ldi. Lekin bu qiz hech o'shiga kelay demaydi. Patamxon qiziga qarab yig'laydi. Qizini o'shundoq bir qabih hayvonga qo'sh qo'llab bergan edim. Minglarcha pushaymon qildi. Patamxon garchi pul uchun ko'zi ko'r, qo'lqi gaz bo'lgan ayol bo'lsa-mu, u yanala onada. Qaysi bir onaning shurki o'z farzandi uchun so'qmisin? Qaysi bir ona yurak parisining mo'sha ahvolga tushib umrlik meyib bo'lishiga chidab turadisin? Patamxon hech bir ochchig'ini bosolmay, ularning uyiga berib, hisoblashib, toza bir ochchig'ini, dardini chiqarmoqchi bo'ldi. Qizi Güzel Nurni Rahmonga tashlab qo'yib, ularning uyiga qarab yo'l oldi. Darvozaning qattiq urilishidan ochchig'i kelgan Xonzoda xonim g'o'dirg'inicha darvozani ochib, Patamxonni ko'rib, mansitmagan nazarda. "Ha, kep qopsiz-ku. Biror narsangiz qolmaganda bu uyda." "Nima? Biror narsangiz qolmaganda deb qo'y. Qoldi. Bu uyda Odil degan hayvon qoldi. Guldak qizini urib, meyib qilib qo'yib, yana hech ish bo'lmagandek gap qilyapsan-a? Ha? Senmi bir onig'i?
Oğlun onu vursun mu? Senin haydi iş hukukun bağı. Acaba benim kızım senlerge nemi günah kıldı? Onu vurup meyip kıp koyğıdak. Potemxan yığılaydı, sözlaydı. Kolunu Xonzoda xonimga shiltib vaqiraydi. Meydisiga mushlaydi. Potemxonning hozirgi azobiga hech nima tang bo'lolmaydi. Inovat 100 obro'y deganni hammaning ustiga qo'ydigan Xonzoda xonimga Potemxonning bayotidan beri ishiga oldiga kelib o'zini tillashlari, vaqirashlari, atrofiga yig'ilgan qo'lim qo'shnilari oldida shunchalik hor keldi. Voy xinam, nima bayotidan beri gap qilmasam, votildab tillaversan? Mening o'g'lim bekog'li uribdimi? Sening qizingni eri botirib, oshni o'ynasa urmay. Voy xinam, bek to'g'ri qilibla deb maxsus bir uyni qizing er mehmon kutidan qilib yasab bersak bo'lam demisa, yenimi mening o'g'lim u buzuqni yishnim qilmadi. O'g'limdan boshqa er kishi bo'ladigan bo'lsa, eri botirib oshni o'ynashga jur'at qilgan yurkini sug'urib olgan bo'ladi. Nima? Mening qizimni buzuq oshni o'ynadi deydiganga nima isboting bor? Isbot demsa, mushu mahaldagilarning hammasi isbot bo'la oladi. Xonzoda shundoq deb chiqimchi, suxonchi qo'shnisi Podshoxonga qarab qo'ydi. Podshoxon shu hamon Xonzoda xonimga moslashib, "Voy shu, biz isbot qizingizning oshni o'ynag'iniga ha deganda ularning ko'zini bo'yab, texi hech ish bilmagan qiyofatga yuvosh bo'lib oldi ekan. Qizing oshni o'ynayotganda Odiljon o'z qo'li bilan tutib oldi. Yana bu uyga qaysi yuzing bilan kelding ha? Sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam, undaq nomusni bilmaydigan buzuq qizni o'z qo'lim bilan bo'g'ib o'ldirib etgan bo'lardim." Xonzoda xonimning yaloqchiligini qilib o'rgangan yana bir necha ayol qo'shnisimi ovoz qo'shdi. "Voy shu, ha shu." Potemxon bularni tildab ochig'ini chiqarmoqchi edi. Afsus, bu to'kmatchi xotinlar uni qayta eg'iz ochirmay yo'lga soldi. Güzelnur doktorxonada bir oydan ortiq yetib, uyga yondirib kelindi. Bu jarayonda Rahimxon bilan Potemxon qarz olmagan urug' tuqqan xo'lim qo'shinlar qolmadi. Ku o'g'lining ustidan arz qilishni o'ylashdi. Biroq ularning deganidek qizi rostla oshna o'ynagan bo'lsa, arz qilgan bilanmi yana o'zimizning yuzi to'kiladi deb o'yladi. Bularning turmushi burunqidanmi og'ir qiyinchilikqa qoldi. Kunlar shu taraqqida bir necha oy o'tib ketdi. Mardammi yozliq ta'tilga qo'yib berildi. Asli uning yurtiga qaytqisi bo'lmasimi, opsi Oypaşa xonimning yig'lab yolvorib, "Jinim bolam, sening bizni ko'gin kelmagan bilan bizning seni ko'gimiz keldi. Sen degan bizning yolg'iz o'g'limiz bolam. Ota-ona degan bolaga chidamaydi ekan jinim bolam. Yenib kelib yenimizda bir oy bo'lsinmi turib ondan ketgan. Biz mu xerib ketdik. Yana bir qatim kelib ko'raman degidek kim bor, kim yo'q jinim bolam." Ananing bundaq ta'sirlik mehri yig'ib turgan gaplarini anglasa, yuragi go'shtdan putilgan har qanday bola chidab tura olmaydi albatta. Mardanning mehribon opasining yig'isiga chidamay, oxiri yurtiga yetib keldi. Bugun yakshanba nahiya bozor bo'lib, Mardan nahiya bozoriga kelgan edi. Tuyuqsiz bilo o'qigan savodisi yana Güzelnurning yaqin do'sti Zuhra bilan uchrashib qoldi. Zuhramu boshqa shaharga o'qishga ketgan bo'lg'achqa, ular ko'rishmagani xili uzun vaqt bo'lib ketgan edi. Ular bir oshxonaga kirib, sal chatrak bir o'rinni tepib joylashdi. "Ha Zuhra, qachon kelding? Uydagilar yaxshi-da?" "Men kelgili bir hafta bo'ldi, Mardan. Uydagilarmi yaxshi? Sen-chi qachon kelding?" "Men kelgili 2 kun bo'ldi." "Aras, Mardan, Güzelnurning ishidan xabaring bormi?" "To'y qilib ketgan shindamsa, bilaman Zuhra. Bo'ldi, u ishlarni deyishmayli. Yurak yarim totlama Zuhra." "Voy, sen qachonqi gapni qilyapsan, Mardan? Men uning to'y qilgan ishini demadim. Uni eri degan hayvon urib, umrlik meyib qilib qo'yganini deyapman." Nima deding? Eri uni urib meyib qilib qo'yibdi dedingmi Zuhra?
Men xato anlab qolmagandimmi? Voy yo'q, Mardan xato anlamading. U hayvon rostla uni urib, meyib qilib qo'yibdi. Menni qaytib kelib, uydagilardan anglab, uni ko'ngli bo'lgan. U hech kimni tonimaydi ekan. Gapmi qilolmaydi ekan. Quliqimi anglamaydi ekan. Uni ko'rib, o'pkam o'rilib, bekli yig'lab ketdim. Kunda uni ko'ngli beryaptiman. Voy Zuhra, yolg'on gap qilma. Bu mumkinmi? Mardan Zuhraning deganlarini anglab, o'zimi sezmasdan ko'zlaridan 2 tomchi yosh tomilib tushdi. Ayta Zuhra, o ishning bolasi go'zalni nimish uribdi, bildingmi? Shu Mardan asli bu gapni anglamasang yaxshi bo'ladi. Sen nima desam bo'la? Qandoq ish bo'lsa davagin Zuhra. Shu anglashimcha sen uni izlab berib ekansan. Ular ishkunlarga oshni o'ynadi degan qalpoqni kiydirib, uni urib mushundaq meyib qilib qo'yibdi. Yo'q. O hayvon iflos. Mardan o'zining nadligini unutib, qattiq vaqiribdi. Oshxonadagilarning hammasi ularga qarashdi. Shundalar Mardan o'zining oshxonada ekanligini bildi. Zuhra muxijil bo'lgan holda asta uni tortib sirtqa chiqib ketdi. Ular oxir Guhar degan hiylagar tulkini izlab berib, uningdan ishning haqiqiy jarayonini bilmoqchi bo'ldi. Mardan Guharning telefon nomeriga telefon qilgan edi. Telefon kartasi allaqachon o'chirib etilgan nomer bo'lib chiqdi. Ular ikkisi tit bo'g'nicha xalq bog'chisiga kirib, birdan paranglashmoqchi bo'lib, xali bir joydagi o'rindiq tarafga qarab mangan edi. Ularning yon tarafiga joylashgan qarg'ayning keyindagi o'rindiqda shundoq tonish bir ovoz anglandi. Qara odashlik Mardan degan bir nimami, Odil degan yumshoq boshni shundoq bir bopildimki, yiliqi Mardan deganning-go yolg'ondan yaqin do'sti bo'lib oldim. Odil degan lomzalligimi shundoq kuyingan qiyofatga kirib oldim. Mardan qarg'ayning daldisida turib, Guhar degan qizil ko'zni tutib oldi. Onun yanında seriq çaşlıq bir qız o'tiradi. Mardan Zuhraga ishora qilib, qarg'ay ostidagi bo'kkida echilgan quyuq gullar orasiga yo'shirdi. Ham Zuhraga qarab, Zuhra, telefonning ovozga oladigan yerini ichib, menga bachaqan bo'l. dedi Mardan bo'sh ovozda. Zuhra Mardanning digini bo'yicha qilib, ularning gaplarini ovozga ilishga boshladi. Eliqi Mardan deganga, men Güzel Nurning do'sti, onu eri kunda urib, saq yerini qo'ymadi. Güzel Nur sizni kelib, meni qutuldirib olsin dedi deb qiltaq qurib edim. O kalvamı hadisli kelib bo'ldi. Men ondan kelish to'g'risida va'da ilib olgandan keyin ondan Odilga xabar qildim. Odil ularning bilib turgan holatini ko'rib, o'chqi shundoq keldi-da, ba'ayni oshqogan yo'l vastaklar hiliqi Güzel degan qonjuqni rosa urdi. O tayoq yeb vaqirgan chaqda mening qanchalik xo'sh bo'lganligimni bilmaysan, odash. Kim o qonjuqni men tegmoqchi bo'lgan loyiqimga tegvasin debdi. Shundaqmi, odash? Voy shu, xo'p toza. Endi senmo hiliqi Odil degan boyvachchiga tegib, xonishlarda yashaydigan bo'lding, ha, odash? Shu chaqlarda bizning unutib qolmasan, juma. Voy xotirjam bo'la, odash. Haras odash, sen Mardan bilan Güzel Nurning ko'rishadigan ishini Odilga qaysi usulda yetkazdim? O senden gumonlanib qolmasin yana. Voy xotirjam bo'la, odash. O mendan gumonlanish u yoqda tursin, men shundoq yaqinchilik qilib, voy Guhar deb nadi ko'sa shu yerda qanot so'rab yurmamdi. Texi sal turib, o mushu joyga kelmoqchi degan odash. O boyliq endi mening bo'ldi. Endi uningga qandoq yetkazganimga kelsak, Guhar barcha gapini tugitib, ular qaqoqlab kulishdi. Mardan ochiqdan yerug'idek bo'lsa-mu, tishini tishlab ularning yana nima gaplarni qilishadiganligini quloq solg'ach, davomli